Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bugun sizlarga Uzunbank ilovasidan qanday daromad qilish haqida gapirib bermoqchiman. Xudo xolasa albatta ishimiz o'rgatadigan narsa albatta foydali bo'ladi. Undan oldin like hamda follow yoki podpisatsiya tugmalarini bosib qo'ying. Birinchi navbatda men o'zimning profilimda silkasini qolgizaman, ya'ni Uzunbankni shu yerdan birinchi navbatda Uzunbankni yuklab olasiz. Xo'sh, qani bo'lmasa ketdik. Aytib o'tilgandek, men shunga o'xshagan silka bo'ladi. Shunga silka kommentariya ichiga joylab qo'yaman, yo profil shapkasida ham, profilda ham bo'ladi. Bu yerdan bemalol kirishingiz mumkin. Ustiga bosasiz. Xo'sh, xulosga bu ishimda aytib o'tilgandek Uzunbank ilovasida aksiya ketmoqda, ya'ni 31-martgacha. 31-martgacha har bir taklif qilgan odamingiz uchun, masalan, shu ro'yxatdan o'tganingizdan so'ng o'z shaxsiy silkangiz shakllanadi. Shu silka orqali o'z yaqiningizga olib borgan inson siz silkangiz orqali Uzunbank ilovasini ochadigan bo'lsa 30 ming. Yana tekin karta rasmiylashtirganlik uchun yana 15 mingdan bo'lib 45 ming tashlab beryapti. Hozir bu 100% ishonchli o'zining rasmiy saytlaridan yoki Uzunmarket yo boshqa joylardan ham bemalol ma'lumot olishingiz mumkin bu haqida. Hozir buni qanday olishni o'rgataman. Xo'sh, men hozir Uzunbank ilovasini yuklaganim sababli avtomatik bu anaqa ilovaga yubordi. Undan oldin agar siz registratsiya qilmagan bo'lsangiz, ya'ni Uzunbank ilovasi yo'q bo'ladigan bo'lsa, ilovani o'rnatib oling deydi va o'rnatgandan so'ng oddiy karta rasmiylashtirgandek ro'yxatdan o'tib olasiz. Shu o'zimiz kodimizni kiritamiz va kiritgandan so'ng shunday chiqadi. Birinchi navbatda agar yangi ochgan bo'lsangiz, tepani bosasiz chap tomondagini va Artificial Identification deydi. Ya'ni Uzunbank Identified Account shu kichikcha tushga bo'lmaydigan bo'lsa ustiga bosamiz, hali update